qarsaginglar. Hamd kompozitsiyasi bilan hozir tushib oldim. Mana shu Samoartni rahbari Qadri Hamdon. Mana ham ya'ni inglizchasiga ham bo'lsa o'zbekchasiga qo'l ma'nosi, ya'ni ruki, qo'llar harakati bu ma'nosini ko'proq namoyon etildi va bu yo'lga men nazarda ko'pchilikka yoqadigan umidamiz. Hattoki bugundagi savdo markaziga mana ko'pchilik kelayotganini ko'ryapmiz, lekin oramizda turistlarimiz ham hattoki shunchaki o'tib ketishmayapti, balki o'zlarining e'tiborlarini mana shu sahnaga qarab turishyapti ham, qarab turganlarning o'zi ham bizni juda ham xursand qiladi. Biz esa endi ajoyib bir kompozitsiyani davom etamiz. Nomi ham ajoyib. Ko'pchilik taomlangandan keyin